Salom o'rta. 3 xonali 111 kvadrat novostroykadan variantimiz chiqdi. Bu yog'imiz esa prixожий zona. Chap tomonimda esa katta встроенный garderobni shkafi ham bor ekan. O'ng tomonimda esa sanuzel joylashgan alohida. Koridordan to'g'ri yurganimizda esa chap tomonimizda hol gostivoy zona qilingan ekan. Endi esa o'ng tomonimizda kuxnyamiz joylashgan ekan. Katta keng, shunaqa необычный dizayn ham qilingan ekan. O'ng tomonimizda esa ostrovok ham qilingan ekan. Kuxnyani yonida esa родительский spalnimiz joylashgan ekan. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Koridordan to'g'ri yurganimizda esa kladovый xonamiz ham bor ekan. 3 xona 5-etaj, 6 etajli novostroykamizda lifti ham bor ekan. Bu esa ikkinchi sanuzelimiz. Uyimiz esa g'ishli, ham skvoznoy, охраняемый zona. Manzilimiz esa Yunusobod 19-kvartal, orientir Sayram chorrahasi. To'g'rida esa детский spalnimiz joylashgan. Bu xonamiz esa zal, katta keng, o'zini balkoni ham bor ekan. Umumiy maydonimiz 111 kvadrat, 3 xonali katta keng. Narxiga keladigan bo'lsa o'rta 145 ming, yana kelishadigan joyi bor. Ulgurib qol.